Olamlarni yaratgan Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli birodarlar va opa-singillar. Hayot naqadar tez o'tmoqda, go'yo bir lahzada. Kechagina yosh bola edik, bugun farzandlarimiz maktabga bormoqda. Umr shamoldek uchib ketmoqda. O'zimizga savol beraylik, biz nimaga yaratildik? Bizning vazifamiz nima? Zero, yaratuvchi har bir narsani bir maqsad bilan yaratgan. Hayvonlar, qushlar, hatto hasharotlarning ham o'z vazifasi bor. Inson ham biror narsa yaratsa, uni ma'lum bir vazifa uchun yaratadi. Biz o'z vazifamizni bajara oldikmi? Vazifamiz faqat boylik yig'ishdan iboratmi? Agar shunday bo'lsa, nega oxiratga faqat bir kafan bilan ketamiz? Demak, haqiqiy vazifamiz mol-dunyo to'plash emas. Bizning vazifamiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'lidan yurishdir. Bizdan faqat yaxshiliklar va qilgan amallar qoladi. O'zimiz bilan olib ketadigan narsamiz esa ozgina kafan va mustahkam iymon ekan. Yana qancha yashashimizni bilmaymiz. Alloh taolo barchamizni iymondan, islomdan va to'g'ri yo'lidan ayirmasin. Doimo ezgu amallar bilan yashash nasib qilsin.